Mana shu bargini nimadir yebdi. Hozir shuncha joyda endi bitta ko'rdim. Nimadir yebdi. Mana bu quribdi. Bu alohida ko'chat, bu quribdi nimagadir. Bunisini nimadir yegan. Katta ko'chatning tagida qarang. Mana shuni tagida qarang. Bitta katta 1, 2, 3, 4 buna qo'shmaydi. 5 ta. Bitta mana o'tib tagida. O'tib tagida. Shu o'tib tagida qarab qanchalik. Mana bu yerda mana shu bittaning tagida ham 3 ta bor ekan. Boshqa qurigan ko'chat ko'rmayapman, lekin mana shu shunaqa bo'pti. Nima bo'lganini bilmadim. Quribdi. Bunisini nimadir yebdi. Buni ham tagi tomirini nimadir yebdimi yo? Kecha 1 millionga mayl degan chiqib ketadi. Nima qildi? Bu yerda brigada chaqirdim, ayol. Aytib ko'rsatdi. Ha. 1 million beraman dedi. Aha. Botirga aytmadi, norozi bo'lsa dedi, 2 million qo'shib beraman dedi. 200 ming qo'shib beraman. Ha. Mayl degan deb botirga aytibdi. Mayl degan o'ylarga kelgan. Ha. Mana bu urug' butun. Yo'g'ongani yo'q. Ichidagi ham turibdi. Shishib turibdi. Menimcha bu chiqsa kerak. Shishib turibdi-da ichi. Ichi shishib turibdi. Fadinaga urug' shishib turibdi-da. Qarang. O'rtasi shishgan. Chiqadi-da bu. Yo'q, tayyorlab chiqdi. Ha, mana yer ichida ekan. Mana bu ham shishgan. Bu уже bu ham boshlabdi mana. Qorayib, o'rtasi shishib. O'rtasi ko'tarilib, уже to'lishib to'g'ri. Mana shu bu ham shunday. Buni ham ishlab ko'ring. Bunaqalar hali ko'p ekanda. Ha, qorayib o'rtasi shishdi-da, menimcha bargi bilan nimadir hosil bo'lib chiqsa kerak-da endi.
chirib qolmaganda urug' tirik. Demak, hali o't o'qigandan keyin Xudo xolasa bu yog'ingarchilik bo'lib quyosh bo'ladigan bo'lsa chiqib beradi bu. Ha, bu yerda ham kori bor ekan. Endi buni bu kori emas ekan, bu manoliki ekan.